Motori yangi bo'lib chiqayotgan Cobalt'ga umuman gaz qo'ydirmang, chunki birinchi navbatda qo'ydiradigan bo'lsangiz, Euro 2, Euro 4 ga qo'shib turib, yashil stiker olishingiz aniq. Sizga shu kerakmi? Ikkinchi navbatda qo'ydiradigan bo'lsangiz, benzindan ko'ra cho'ntagingizga ancha ekonom bo'ladi-yu. Bu aniq sizga kerak emas, chunki Cobalt chokirida pul ko'p bo'ladi. Uchinchi navbatda bo'lsa, gaz qo'ydirganingizdan keyin yaxshi benzin qidirib, zapravkaga bormay qo'yasiz. Bu sizga kerak emas, u vaqt o'tkazishingiz kerak bor. Bu gazimizni benzinni anchagina yaxshi urib qo'yadi, radarga tushishingiz mumkin bo'ladi. Lekin hozir aytadigan narsa majburiy bo'ladi. Shuning uchun hozirdan like bosib, bitta saqrangni tiqib qo'yasiz. Qo'limda akalar Cobalt'ni o'zini kitobi, ya'ni servisning kitobi bo'ladi. Bitta orqasini ochasizda, ko'ryapsizmi? Yangi motorga nima moy quyish kerak? GM Dexus 0 ga 20 moyni qo'yish, 0 ga 20 moy yaxshisini qayerdan topaman deyishingiz mumkin. Akalar, qo'limda dunyo bo'yicha birinchi bo'lib patentlangan moy, toza amerikanskiy va Dexus 1 sertifikati bor. Valvolindan 0 ga 20. Stiker o'chirasiz, zo'r sovrin qo'yilgan. Kuzatib boring. Faqat bu videoni yangi Cobalt otgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. 4-sababi ham bor edi. Novoda gaz qo'ydiradigan bo'lsangiz, salon garantiyadan saqlanib qoladi. Bu ham sizga kerak emas, okay?